Akşam da oyunumni da şu juvenci qilib ichidik keyindeki nimelerini ko'rib baksam, meningki fınzırımnınki 65% kishi o'g'on bo'ldi ekan. Anandaki 30% qizlarcıq ekan. Şununla bu statistika qarasam, uçta chiqib qoldi. Qaysi kun bir doyum malım yani o'zim qil hurmat qilgan birisi. Fınzırınız nima bo'lib qolsa siz shuni seting deb o'sha dedi. Men nima satsam bo'lar? Shu birab bo'ldi o'ylashib qoldim. Sizlar deb bilan inkas rayoniga men nima satsam bo'ladi? Birim satmasam bo'lmaydi endi. Seri qarvamga nima isib satsam bo'lar? Palanas isib satsangiz biz olib to'qiya setib baqsangiz bo'ldi deganlar inkas rayoniga yo'llab qo'yinglar. Men bir ko'rib baqay. Ishkilinib qoldim qalanglar. Qanday qilsam bo'lar? Bu fınzırım ayol kishimi ek shub qopdi. Qanday ishdi bu? Ha?